bir neçe qitim ko'rdim. Hayacanlandım rost gapimday. Bu yerda iltinim qilish yo'q. Hayacanlandim. Ko'rib bir xil havasim bo'ldi. Demak, bizningmi shunchalik agar tarbiyalasa, shunda bir qurolli qismlarimizning bo'ldig'ini, nayt jasoratlik bir xil ko'rinishlari, xuddi milliy armiyaninki har yili Cumhuriyet kunida rasmlarini qo'ygan vaqtlarda bir keladigan his tuyg'ular shu keldi. Endi bu yerdagi masala Abduvali degandek, bularni qanday tushuntirish? Telegraf meningcha Abduvali degan kamchiliklarni chiqarib aytganda nayt yaxshi tunishdi deb qarayman. Chunki bular boshda bu shu odamni hayajonga tushiradigan shu ssenariyalarni ko'rsatib bo'liblar, Uyg'urlarninki tortayotgan zulmlarni, lagerlar to'g'riliq hammasi nayt inchga. Bu yerda burunqidek shunda Islom partiyasi ya desa terrorizm u bu deydigan gap yo'q uningda. Butunlay Xitoyning zulmi. Endi meningcha Abduvalining bir fikriga meni azroq nimam qo'shaydiganim bularni endi Xitoydan kelgan deganida meningcha mayli Turkiya orqali borsin, mayli Pokiston, Afg'oniston orqali borsin, Sharq Turkistondan bevosita Suriyaga bog'ni bo'lmaydi. Cho'qim bir 3-chi davlatdan bordi. Shuning uchun ular mayli Turkiyadan borsin, mayli Pokistondan borsin, mayli qaysi yili borsin, bularninki shaxsan mening ko'z qarashimda bular shunda bir fursat izlab qanday qilib bir vatanga o'zining tayyor bo'lishini. Masalan, men Amerikadami mening bir yaqin o'tishadigan og'inlarim bor, birisi ashta degan. Men bir necha qitim burun men Amerika birlashmasidan qilgan, kelinga mana qatnashib biz bilan birga bo'ling desam, "Efendim, qachon siz tayyor bo'ldik, kirimiz desiniz, avtomatni bersangiz qo'limizga ilib kirimiz, keyningizdan oldingizda mangimiz, bularni sizlar qilinglar" degan. Shuningga o'xshash men o'ylayman, bu Uyg'urlarmi shuningga bir tayyor bo'lamiz deb bordi, tayyor bo'lganda ko'rindi. Ammo bu yerdagi masala siz so'ragan naq shu yerga berib taqiladi. Endi Afg'onistondagidek bo'lib qolamdi, oxirsida yam bo'lib ketamdi. Yoki boshqa bir taqdir bo'lamdi. Hozir Abayki Ahmadjon men Abduvali uchimizning analiz bo'yicha mangsa. Masalan, hozirgi bu Suriyadagi shu Gilani, Julanilarning hammadan qurol tashlanglar deydigan, tashlaquzdigan majburiyat shunda bir sharoit bo'lib qolsa, bularning taqdiri balkim Afg'onistondek bo'lib qoladi. Ammo uningga shaxsan mening ko'z qarashimcha 5 yildan 10 yil vaqt ketadi. Bunda bir 10 yildan ortiq urush bo'lgan bir davlatning hamma kuchlarini qurolni tashiltib, hammani birlik akilish uchun 5-10 yil ketadi. Bu 5-10 yilda birsi xalqaro vaziyatda cho'ng o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ammo eng muhimi biz Uyg'urlar bo'libmi, chet eldagi Uyg'urlar har birimiz o'zimizningki qilayotgan xizmat doiramiz, munosabat doiramiz, tashkilotlar doiramiz shuningdan foydalanib bu Uyg'urlarningki Afg'onistondagi Uyg'urlarimizdek tragediyaga aylanib, oxirsida o'zining mavjudligini saqlab qololmaydigan holatga tushib qolmaslikning oldini olishga tirishishimiz kerak. Shaxsan mening ko'z qarashim shu. Buningga qanday qilamiz? Buni tashkilotlar, ziyolilar, chet ellik faoliyatchilar tashkilot orqali bo'lsin, o'zining xizmat doirasi bo'lsin, ularni Abduvali degandek yaxshi tushuntirib, bu kishini tig'ni qaritadigan tarafga qaritib, shuningga ishiltadiganga, shuningga mang'idiganga shu tarafga tirishish meningcha hozirgi Uyg'urlarning birinchi vazifa. Boshlanish yaxshi deb qarayman men. Xitoyningki matbuotlari zaten biz uchun yaxshi gap qilmaydi. Uningdan umid kutmasligimiz kerak. Mayli u Amerikadagi Amerika ovozining xitoychisi bo'lsin, mayli Erkin Osiyoning xitoychisi bo'lsin, bu yerda xitoyparastlar nayti ko'p. Men Erkin Osiyo xitoychisiga maqola yozma. Men o'zim bilaman, uning ichida qanchalik jangi jidallar bo'lganligini. Hatta Xitoylar bizni haqoratlab yozgan maqolasiga men javob yozsam, meninkini bag'ini o'nimadi.
ikkili qitimda rad qildi. Birinchi qitimda Wi Jingshinninkini javob bersam, meninkini rad qildi. Wi Jingshinniki hozirgacha turdi. Xeyli bir yergacha opadim, oxirisi qarsam, u yerdan bekching tursam, mening ovozimni bo'g'ib qo'yish ehtimoli cho'q, uning bo'g'ilmaydi. Shuning uchun mening ovozim davomli bo'lishi uchun ma'qul dedim, boshqa yerda e'lon qildim. Yaqinda yana takrorlandi. Yana ma'qul dedim. Boshqacha bir usulda e'lon qildim. Demak, bu yerda ulardan biz umid kutamaymiz. Ammo lekin Abduvali degandek, mayli BBC, CNN bo'lamdi, mushu matbuotlardan biz bularga ta'sir ko'rsatalaymiz. Hozir shunchalik darajaga yetdik chet eldagi Uyg'urlar. Shuning uchun ularga qanda bularni ko'rsatish biz chet eldagi Uyg'urlarning va ular o'zining majburiyati. Bu yerda qaytadan bizningki nima uchun bunda biyak to'planib qolganligi, bularningki maqsadi nima? Buni yaxshi tushuntirish bu Afg'onistondagi Uyg'urlarimizning tragediyasining qaytadan takrorlanmasligidagi bizga topshirilgan va ularga topshirilgan bir vazifa deb qarayman. Endi qistirib bir ig'iz gap qilatsam, har qanday millat o'zining erkinligini, mustaqilligini amalga oshirmaydi ekan, suhbat bilan, xalqaro qonun bilan amalga oshmaydi. O cho'qim oxirsida bir kuch bo'lishi kerak. Ben burun bir leksiyarimda so'zlagandim. Masalan, Ruanda qirg'inchilik uchirgan vaqtida, qirg'inchilik yuz berganda, qirg'inchilikqa uchirgan millatning ismini qaysi unutib qoldim, birsi Tutsi, birsi Hutu. Qaysi qirg'inchilik uchirgani? Hutular deyman. Hutularninki şu vaqtda Kenya bilan Ruanda'nın chegarasida 5000 kishidan ortiq bir hukumatga qarshi partizan askarlar bor ekan. Oxirsida Amerikani tashlab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini tashlab, hech qaysi aralashmaymiz, o'zinglar hal qilinglar deganda, shu 5000 kishilik kuch besib kirib, oxirsida qirg'inchilik uchirganlarni qutuldirib qolgan, to'xtatgan. Hozirgi hokimiyatni shular so'rayotdi. Demek, kuch bo'lmagicha bir millat bo'libmi biz? Agar 5 yilning oldida, 10 yilning oldida bo'lsa, balkim xeyli bir turkumlarimiz o'zimizni qochirotdik. Bugun biz milliy qirg'inchilikda uchrayotgan bir millat. Milliy qirg'inchilik uchrayotgan millatni bir kuchi bo'lishi lozim. Bu kuch qanday ko'rsatish, qanday qilib buni saqlab milliy qirg'inchilikni ip berayotgan kuchga qaratish, bu bizga qo'yilgan savol ham amaliy bir qiladigan ish deb qarayman. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat Ilshodga. Ahmadchika